shokoladli pechenye olmikan yoki magzli pechenye olmikan yoki baribir shokoladli olmikan yoki magzli olmikan bilmadim. Hammaga salom do'stlar, men otim Kompot. Yangi joyimga xush kelibsizlar do'stlar. Hozir meni qo'shnim chaqiruvdi mehmonga. Aytuvdiki choy qo'yib qo'ydimki, gaplashamiz deb. Pechenye olib kelin dedi, o'yinda pechenye yo'q dedi. Lekin men bilmayman qaysi pechenye yoqtirishini, esimdan chiqib qoldi qaysini yoqtirishini. Lekin menga aytuvdiki, bu pechenye juda ham yoqtirmayman dedi. Qaysini aytuvdi, mayli qaysini oliy yoki magzli mayli. Shokoladli yoqtirmaydi degan 11 taman, magzli yoqadigan 11 taman yoki yoqmasa yomon bo'ladi lekin baqirib beradi menga. Chunki aytuvdi, "Mana pechenye menga umuman yoqmaydi. Mayli bo'lmasam ketdi, tuk qishloqqa men keldim. Ocha qol." Salom qishloqqa. Salom Kompot, keldingmi? Sen juda ham ko'p kutdim. Mana nima u soatmi? Qani bitta ko'rich. Oy, Kompot, nima qildingiz drobsan? Nima qishloqqa qatdan pul bo'lib qolib, pul paydo bo'lib qoldi bu yerda. Voy, nima deysan Kompot? Sindirmani so'dimmi? Prosta ushlab ko'rib boqchidim, sindirib qo'ydim. Ne uzr qishloqqa qolamayapti men. Qara, hozir menda inventarimda pul paydo bo'lib qoldi. Qanaqa pul? Tushunmadim Kompot, nima deyapsan? Bilmadim, sen baqirganingga pul paydo bo'lib qoldi. Mana shu soat ushlaganim pul paydo bo'lib qoldi. Soatning ichida pul bormidi nimadir? Bilmadim. Yo'q, soatning ichida pul yo'q. Mana amaliyot temaganiga gaplashib, o'tirib choy ichib, olib kelyapti. Kompot, nima gilama bossan, yangi gilam video. Oyog'ini yechib kirmaysan bu yoqqa. To'xta qishloqqa. Hozir yana pul paydo bo'lib qoldi menda. Tushunmadim. Nimaga unaqa bo'lyapti? Qara, hozir soatingni sindirganingga baqirganingda pul paydo bo'lib qoldi. Hozir gilam bosganimda baqirganingga pul paydo bo'lib qoldi. Qanaqa qilib, nima o'yinda pul paydo bo'lib qolgan narsa bormi sani? Yo'q, Kompot, nima deyapsan? To'xta, hozirdan baqirganingga pul paydo bo'lib qoldimi? Tushunmayapman. Yoki osmondan tushib kelyaptimi pullar? Mayli, tushunmayapman, lekin qayerdan o'zi pullar paydo bo'lib qoldi? Kompot, diyojonim chiqarsan, lekin qanaqa pul? Bilmayman, hech qanaqa pulman, hech qanaqa pul yo'q menda. Senga pul berayotganim yo'q. O'tirib gaplash. Kompot, nima qilsan? Yana gilamingga bosding. Mana yana pul paydo bo'lib qoldi, ko'rdingmi? Sen baqirganing yana pul paydo bo'lib qoldi gilam ustiga bosganimga. Tushunmayapman, nima bo'lyapti? O'zi bo'lyapti, tushunarsiz narsa bo'lyapti. Obbo, nima bo'lyapti? O'zi qishloqqa. Mana mayli, senga pechenye olib keldim, gaplashaylik. Kompot, nimaga magazin olib kelding? Yoqtirib aytdim, senga magazin yoqmaydi menga. Yana pul paydo bo'lib qoldi, yana paydo bo'lib qoldi. Kompot, buni nimasan? Qanaqa pulingiz bor deydi o'sha? Qanaqa pul deyapsan menga? Men qishloqqa yana pul paydo bo'lib qoldi, meni ko'rdingmi? Ikkita stak paydo bo'lib qoldi. Kompot, qanaqa bo'ldi? Men boshqa narsa aytsam, boshqa narsa aytasan. Nimaga o'zi magazinga pechenye olib kelding? Qishloqqa to'xta, nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Qanaqa bug bo'lyapti Minecraftda? Mayli. Kompot, bo'ldi, chiqib ketgan o'yimdan sen bilan gaplashib ham kelmayapti. Kompot, bo'ldi, boshqa narsa gapirsam, sen boshqa narsa gapiryapsan. Yana pul paydo bo'lib qoldi. Chiqib ket bo'ldi, boshqa gaplashib yursan bilan. Bo'pti, qishloqqa jahling chiqmasin. Mayli, jahling chiqursin do'stlar. Chunki men bitta narsani tekshirib ko'rmoqchiman hozir. Har qishloqqa baqirganda meni jahling chiqqanda pul paydo bo'lib qoldi menda. Lekin qanaqa qilib pul paydo bo'lib qoladi? Bunaqa yo'q-ku, bunaqa yangi qoidalar paydo bo'ldimi yoki Minecraftda shunaqa bug bo'lyaptimi? Tushunarsiz. Mayli, bitta narsa tekshirib ko'rmoqchiman hozir. Qilichim qani? Mana qilichim. Hozir bitta narsa tekshirib ko'raman. Men qani qishloqqa ketdi. Yoki Lyoboy qishloqqa kerak menga. Mana qishloqqa. Mana Kompot, kasalmisan? Nimaga meni urasan? Oriydik oxir. Bo'ldi. Uzr, ro'xsana paydo bo'ldi. Do'stlar, rostdan pul paydo bo'ldi. Nimalar bo'lyapti Minecraftda o'zi? Ko'rdinglarmi? Pul paydo bo'ldi yana menga qishloq baqirganiga. Axir bu juda ham zo'r-ku. Endi har qishloqda baqirganda menga pul paydo bo'lyapti. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing. Va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak.
Sinab ko'rdim rostdan ham endi qishloqlar jahli chiqqanda manda pul olaman 5,5 ta stak уже do'stlar. Hali ham qishloqqa jahli chiqyaptimi? Mana buni qaranglar qizarib yotibdi yuzim. Tuk qishloqqa, qishloqqa jahling chiqmayaptimi? Chiqib ket kapot. Bo'ldi uzr yana pul ishlab oldim do'stlar. Juda ham zo'r bo'lyapti, lekin menga bu narsa yoqyapti. To'g'ri qishloqlarning jahli chiqasim kelmayapti, lekin majburman. Chunki bunga men pul olaman. Hozir shunaqa jahlinchi qazaman, qancha ko'p jahli chiqsa o'shancha ko'p pul olaman. Qani qishloqlar yana qidiringlarchi bo'lmasam, ana siyoh rangli qishloqqa turibdi. Nima qilyapti? O'tda bog'larni sug'uryapti. Mayli qishloqqa mana shu sakragan kelib qoldi mana deylik. Davay pul qani. Nima qilasan kapot? Nima qilasan? Bog'larimni nimaga boslashyapsan? Bo'ldi qishloqqa uzr bo'lsa bosim kelib qoldi. Bunaqa qilmoqchiman seni o'zi, lekin majburman do'stlar. Juda ham zo'r bo'lyapti, lekin biznesim tepaga ketyapti. Ko'rasizlarmi? Pulim juda ham ko'payib ketyapti. Hozir yana bitta sinab ko'rmoqchiman. Mana do'stlar, hozir yana sinab ko'raman. Qishloqlar ko'proq pul kerak menga. Ko'proq jahli chiqarish uchun mana bunaqa musorlar olib keldim men. Axlat qo'yadigan narsalar qaranglar. Uni otib tashlaymiz, mana bunaqa otib tashlaymiz. Mana bunaqa yerlarga qog'ozlar otib tashlaymiz, hujjatxonaning qog'ozi. Mana bunaqa butilkalar otib tashlaymiz yerlarga. Mana bunaqa qog'ozlar. Bo'ldi, qishloqlarni kelishini kutamiz. Kapot nima bo'lyapti? O'zi bo'lyapti. Bo'pti, meni axlatxona qilaman ko'rayotganinglarda. Kapot juda o'zi qanaqa axlatxona bu? Axir ko'cha-ku, kerakli joyga bu degan axlatxona. Prosta xohlab qoldim. Mana bilasanmi, nima qo'rqchiman, yana qanaqadir jahlim chiqarishim kerak bularni. Prosta axlatxona qolaman. Mana oynalarni tashlayman. Nimaga oynalar kerak o'zi bu yerda? Umuman oynalar kerak emas. Kapot nima qilasan? Kapot nima qilasan? O'zi bu yerda qanaqa axlatxona nima qilib olasizlar deydi. Mana buni qaranglar, qishloqlar jahlim chiqasini. Yomon jahli chiqdi, shuning uchun juda ham ko'p pul oldim. Hamma qishloqlar menga baqirib berdi, o'zi ham hamma qishloqlar baqirgancha, undan ham ko'p pul oldim qaranglar. O'sha yarimta invendarim to'lib ketdi pullar bilan. Mazza qolman, lekin har bitta qishloqlar baqirganiga pul olaman. Kim keldi yana? Kapot, nima qilganing bu? Bor yig'ishtirmaysanmi endi? Yig'ishtirmaysanmi axlatxonanimi? Hozir to'xtab turgin. Mana qaranglar, paket olaman. Men senga o'zing yig'ishtirib olasan. Nima bu kapot? Bu yuzingni kiyishga paket. Nima yuzimga kiyishga? Yuzingni kiyishga prosta burning katta-yu. Jiddiroqsan kapot, qanaqa burning katta deb o'tsan, bor yig'ishtirgan axlatni. Bo'ldi, uzr qishloqqa. Ko'rdinglarmi, bitta burni qottirganimda jahli chiqib ketdi. Yana paket berganimga jahli chiqib ketdi yuzingga kiyganimga. Yana pul oldim. 1,5 ta stak juda ham mazza qo'raman ekan. Ana bo'ldi. Yana qishloqlarning jahlini chiqarishim kerak. Keyingi narsam ham tayyor bo'ldi. Bu esa tutunli bombasi do'stlar. Bu umuman zararsiz narsa, bitta qo'yaversizlar, pam bo'ladi, qizil narsalar chiqib keladi xullas. Qo'shnimni masxara qilaman bundan qilib. Jahlini chiqazaman. Hali ham yuzi qizil ham. Bo'pti, bo'lmasam men yoqqa otaman va eshigini ochib, hoppa, ana bo'ldi. Kim qo'yapti? Ko'zim bo'lyapti. Kim qildi buni? Kim otdi buni? Hozir chiqib keladi-yu. Kapot, sen otdingmi buni? Yo'q, men otganim yo'q. Buni bilmayman kim otdi o'zi. Kapot, sen otding. Bugun juma jahliga chiqasan. Nima bo'ldi o'zi bugun senga? Bo'ldi, kerak emas qishloqqa, bo'ldi. Bugun unaqa gaplarni juda ham ko'p eshitdim. Lekin pulim ham juda ham ko'payib ketyapti. Mana qaranglar, butun invendarim to'ladi. O'sha qishloqlarning jahlini chiqarsam, butun invendarim to'ladi. To'ldirib qo'yamiz, mana do'stlar, to'ldirib qo'yish kerak, lekin bunaqa qoldirmaymiz. Ketdi bo'lmasam qishloqlarni qidirishga yana masxara qilamiz. Qishloqlarni hech kim kutmayaptimi? Bo'ldi, hech kim kutmayapti mana. Ketdi bo'lmasam qani qishloqlar. Bo'tda hech kim yo'q, lekin bo'tda ham hech kim yo'q. Chupana bo'tda harday odamlar bo'lardi, lekin nima bo'ldi qishloqlarga? Nima mendan jahli chiqib hammasi ketib qoldimi? Bo'tda ham yo'q do'stlar, qanaqa qilib? Rostdan ham mendan jahli chiqib ketaverdimi deyman-ne. Mayli, to'xtaylik, pul qoldimi men? Nima? Meni uyimmi?
Tushunmadim qishloqlar nima bo'pti o'zi? Nima qilyapsizlar? Kapot yoqyaptimi endi sani uyni yondirish? Bizani bu to'qo jahlimiz chiqadi. O'chirish kerak buni. Jinni romsallar qishloqlar o'chirish kerak tezroq yer. Hozir kuyib ketadi-yu, qorayib ketadi-yu. Nima deyapsizlar? Nima qilyapsizlar? Matlabdan qilganim yo'q. Obbo qochinglar. Nima qilyapsizlar? O'zi ne unaqa qilyapsizlar? Kapot ne unaqa qilyapsizlar? Bu to'qo jahlimiz qolsa ham qishloqlarni yiqib yeymiz. To'xtinglar, nimaga men majburman? Obbo suvga nimalar qilyapsizlar? O'zi uyimni hozir uyim butun yonib ketadi-yu hamma yoqqa. Obbo qishloqlar nima qilyapsizlar? O'zi o'chiringlar. Sizlar jinniromisizlar? Lava bilan nima qilasizlar? Men unaqa jiddiy qilganim yo'q-ku. Nima qilyapsizlar o'zi? Nimaga unaqa qildinglar? To'g'ri, butun kun jahlanch qazdim, lekin majbur edim bugun men buni qaranglar. Qorayib ketdi hamma yoq. Nimaga butun kun jahlim chiqadi? San kapor bunaqa emas-edi, yaxshi edi-ku san. Xullas qishloqlar qaranglar. Bilmadim, Minecraftda bug bo'tdim yoki shunaqa yangi qoida paydo bo'lib qoldimi? Har doim sizlar menga baqirayotganinglarda yoki jahlinglar chiqayotganinglarda men pul olaman tushunasizlarmi? Bo'ldi, kapot ushlanglar. Ayo, to'xtanglar, bo'ldi. Hamma mana shu pullar bilan sizlarga ham berib chiqaman. Chunki sizlarni jahlinglarni chiqazdim men. Hammaga pul berib chiqishim kerak endi. Qishloqlar shunaqa bo'pti. Xullas, men har doim sizlar jahlinglar chiqayotganinglarda pul olaman. Bu pulni hammanglar bilan hozir bo'lishamiz. Uzr qishloqlar, lekin majbur edim men bugun sizlarni jahlinglarni chiqazishga. Kapot shundan boshlasa nima bo'lardi bo'lmasam, ha? Mana qaranglar qishloqlarni bo'ldi, shundan boshlamayman endi har doim. Bo'ldi, boshqa jahlinglarni chiqazmayman endi. Jahlinglar chiqmayapti menga. Yo'q, kapot. Bo'lmasam hammanglar hozir mana shu pulni bo'lib chiqaman. Obbo do'stlar, mana qaranglar, bo'lib chiqdim hamma pullar. Endi menda 3 tagina dona pul qoldi. Voy, kuyib ketgan uy qoldi, qorayib ketgan. Ta'minlashga ham yetmaydi-yu buni. Obbo do'stlar, ko'rdinglarmi? Unaqa bo'lish kerak emas. O'zi hech kim jahlini chiqarish kerak emas. Pulga bo'lsa ham, chunki oxirini ko'rdinglarmi bo'lganda, oxirda baribir yomon bo'ladi, lekin men oxirini unaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Hech narsa olmaydi, oddiygina yashayveraman deb o'ylasam, to'g'ri qishloqlar jahlini chiqazdim, olamni olish kerak endi. Shuning uchun sizlar hech qachon unaqa qilmanglar. Bo'pti do'stlar. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Videoyimni bugun men qishloqlar menga baqirgani uchun pul oldim. Like bosishni, obuna bo'lsangiz chiqmasa, hammaga xayr.